barcha barchaga salom do'stlar, bugun Aizod kanali bugungi seriyamizda Car Parkingni mazali davomlashga harakat qilamiz do'stlar. Do'stlar, birinchi savollar video boshlanishidan birinchi savollar nimaga Aizod yo'qolib ketdi? Nimaga Aizod bir oydan beri video chiqarmayapti? Do'stlar, bunga yarasha o'zining sabablari bor. Nimagaki o'zimni ishlarim chiqib qoldi. Umuman kontentga nima qilmadim? Hozir bir daqiqa. Kontentga vaqt ajratolmay qoldim. O'shanga uzr so'rayman. Nasib bo'lsa, videolar chiqishda davom etadi do'stlar. Nimaga aynan men chiqara olmay qoldim? Chunki vaqtlarim bo'lmadi, kursim bor. Yana bir ikkita sabablar bor do'stlar. O'shanga video umuman chiqmay qoldim. Shu kundan bugundan nasib bo'lsa videolar chiqishda davom etadi. Nimaga? Endi do'stlar, kontent yaratish kerak, kontentni bosish kerak. Обязательно kontent bo'ladi. Nasib bo'lsa yangiliklar bor. Bir ikkita yangiliklar qildim. Nomer oldim yangi, nomer obunachi yasab berdilar. Mana moshina taxladim. Nasib bo'lsa pravaga, ya'ni challenge qilaman. Shu car parkingni pravaga topshirish degan challenge bo'ladi. Nima qilinadi? O'sha prava, ya'ni maydon yaratilinadi. Nasib bo'lsa, o'sha maydon yaratilyapti o'sha. Просто vaqt kerak unga. Maydon yaratilyapti. Prava, ya'ni mexanika motion BMW M2da mexanika korobkada pravada 5 minutda o'tishinglar kerak. 5 minutdan o'tib ketsa, mana 20 minut 20 kilometr soatdan o'tib ketsa yoki 5 minutdan o'tib ketsa, prava ololmaysizlar. Prava olish uchun kommentariyaga, shu videoning kommentariyasiga nima qilib qo'yasizlar? Yozib qo'yinglar niklaringizni. Men o'shanga qarab nechta prava olayotgan odamlar bor deb ko'raman. Do'stlar, e'tibor bermanglar, grafika musor, telefon qizi yotibdi. Endi nima deymiz? Nasib bo'lsa biz ham telefon olamiz. Игровой telefon olaman nasib bo'lsa. O'shanda keyin yangi kontentlarni yaratish boshlayman. Hozir esa shu videoni tugataman. Nimaga tugatyapsiz? Chunki ideya yo'q hozir car parkingda. 300 xp 400 xp larni Oasis Games, All Hazis Games, ya'ni car parking yaratuvchilari 300 xp 400 xp larni shunchaki puf deb yo'qotib yubordilar, короче. U hech qachon yaralmaydigan narsa, tushunarli. Просто ana shu G90nimda yuribman. Просто Telegram kanallariga admin bo'lib, endi kontentni boshlaymiz do'stlar. Har kun nasib bo'lsa video chiqib turadi. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan bugun Aizod kanali. Agar pravaga yozilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Men sizlarning niklaringizni yozib qo'yasizlar. Nick ID, tushundingizlar? Nick ID ni yozasizlar. Men sizlarga prava imtihonini beraman. Nasib bo'lsa pravaga topshirishim mumkin. Do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan bugun Aizod kanali. Bugungi seriyamiz kommentariyada yoqqan bo'lsa, uzr. Chilam ketibdi, bir oydan beri video chiqarmay. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishga harakat qiling do'stlar. Hammaga xayr.